Hurmatli tomoshabinlar, aziz do'stlar va qadrli keksalar. Bugun siz bilan shunday bir muhim mavzuni muhokama qilamizki, u har bir keksaygan insonning, har bir pensiyadagi fuqaroning, hatto yaqinlari pensiyada bo'lgan har bir oilaning ertangi kuniga bevosita ta'sir qiladi. Bu videoni tayyorlashdan maqsadim sizni ogohlantirish, ma'lumot berish va irmay. 2026 yildan kuchga kiradigan ba'zi bir jiddiy o'zgarishlarga tayyorlashdir. Irmay 2026 yili sanasi nafaqat taqvimdagi oddiy kun bo'lib qolmaydi. Balki ko'plab pensionerlar uchun jiddiy moliyaviy o'zgarishlar davrining boshlanishi bo'ladi. Afsuski bu yangiliklarni juda yomon deb atashdan boshqa ilojimiz yo'q. Chunki ular ayrim toifadagi pensiya oluvchilarning moliyaviy ahvoliga sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bugun men sizga ushbu o'zgarishlarning tub mohiyatini, ularning sabablarini va har birimiz uchun qanday oqibatlarga olib kelishini tushuntirib beraman. Shu sababli videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, har bir tafsilotni o'tkazib yubormang. Hozirdayoq kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing, toki bu muhim ma'lumotlar imkon qadar ko'proq odamlarga yetib borsin va ko'plab yurtdoshlarimiz o'zlarini himoya qilish uchun choralar ko'ra olsinlar. Endi esa muammoning tub mohiyatiga o'tamiz. Avvallari pensiya tizimi qanday ishlardi va endi nimalar o'zgardi? Oldinlari aksariyat pensionerlar uchun pensiya miqdori har yili mamlakatimizdagi rasmiy inflyatsiya darajasiga yoki undan ham ko'proqqa indeksatsiya qilinardi. Ya'ni narx-navo oshishi bilan birga pensiyalar ham oshirilib, fuqarolarning xarid qobiliyati saqlab qolinishiga intilinardi. Ishlaydigan pensionerlar esa ham pensiya, ham ish haqi olardi va ularning pensiyasidan hech qanday qo'shimcha ushlab qolinmasdi. Bu tizim ko'pchilik uchun tushunarli va nisbatan barqaror edi. Pensiya jamg'armasiga ishlovchi fuqarolardan to'lanadigan ijtimoiy to'lovlar, davlat budjetidan ajratiladigan mablag'lar pensiyalarni to'lash uchun asosiy manba bo'lib xizmat qilar edi. Ammo 2026 yil maydan boshlab vaziyat sezilarli darajada o'zgaradi. Hukumat qabul qilgan yangi qonun hujjatlariga ko'ra, pensiya tizimining barqarorligini ta'minlash va budjetga tushayotgan yukni kamaytirish maqsadida ikki asosiy o'zgarish kiritilmoqda. Afsuski, bu o'zgarishlar aynan pensiya oluvchilarning moliyaviy ahvolini yomonlashtirishga qaratilgan desak, mubolag'a bo'lmaydi. Birinchi o'zgarish ishlayotgan pensionerlar uchun birdamlik badali joriy etiladi. Ya'ni, agar siz pensiya olgan holda biror joyda ishlayotgan bo'lsangiz, 2026 yil 20 oydan boshlab sizning umumiy pensiya miqdoringizdan 12% birdamlik badali ushlab qolinadi. Bu sizning qo'lingizga tushadigan naqd pensiya miqdori kamayadi degani. Bu badal pensiya jamg'armasiga yo'naltiriladi va rasman tizim barqarorligini ta'minlash maqsadida joriy etilgan. Ikkinchi o'zgarish ishlamaydigan. Ammo pensiya miqdori mamlakat bo'yicha belgilangan eng kam pensiya miqdorining 3 baravaridan yuqori bo'lgan pensionerlar uchun pensiya indeksatsiyasi tartibi o'zgaradi. Aniqroq qilib aytganda, bunday fuqarolarning pensiyalarining 3 ta eng kam pensiya miqdoridan oshgan qismi uchun yillik indeksatsiya, ya'ni pensiya oshirish koeffitsiyenti rasmiy inflyatsiya darajasining atiga 7% miqdorida qo'llaniladi. Bu shuni anglatadiki, ularning pensiyalari narxlar oshishi sur'atidan pastroq tezlikda o'sadi va vaqt o'tishi bilan xarid qobiliyati tobora kamayib boradi. Bu ayniqsa uzoq muddatda sezilarli moliyaviy yo'qotishlarga olib keladi. Endi esa ushbu o'zgarishlarni batafsil ko'rib chiqamiz. Kimlar aynan tashvishga tushishi kerak va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchi qo'yda ishlayotgan pensionerlar, e'tibor bering. Siz to'g'ridan to'g'ri zarba ostidasiz. 2026 yil 20 oydan boshlab agar siz pensiya olgan holda ishlayotgan bo'lsangiz, pensiyangizdan 12% birdamlik badali ushlab qolinadi. Bu sizning har oylik daromadingizdan sezilarli qismini yo'qotasiz degani. Keling, real hayotiy misol bilan ko'rib chiqamiz. Faraz qilaylik, Ahmad aka 65 yoshda. U uzoq yillar o'qituvchilik qilib, bugungi kunda 2 million so'm pensiya oladi. Pensiyaga chiqqan bo'lsa-da, u yoshlarni o'qitishga bo'lgan ishtiyoqi va oilasiga qo'shimcha daromad keltirish maqsadida maktabda yarim stavkada ishlashni davom ettiradi va bu ishi uchun oyiga 3 million so'm ish haqi oladi. Bugungi kunda, ya'ni 2026 yil 20 oygacha Ahmad aka har oyda jami 5 million so'm, 2 million pensiya plus 3 million ish haqi daromad oladi. Bu summa unga nafaqat o'z ehtiyojlarini qoplashga, balki nevaralarining o'qish xarajatlariga yordam berishga, ba'zida tibbiy ko'rikdan o'tishga va o'zining sevimli mashg'ulotlari uchun biroz mablag' ajratishga imkon beradi.
Ammo 2026 yil 20 oydan keyin vaziyat keskin o'zgaradi. Yangi qonunga ko'ra Ahmad akaning 2 million so'mlik pensiyasidan 12% birdamlik badali ushlab qolinadi. Bu 2000 so'm, 2 so'm degani. Natijada uning qo'liga tegadigan pensiya miqdori 2,5 ming so'mga tushadi. Uning umumiy oylik daromadi esa endi 1,706 ming, pensiya 30 ming, ish haqi 4,706 ming so'm bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, Ahmad aka oyga 2,4 ming so'm miqdorida doimiy daromadidan mahrum bo'ladi. Bu kichik summa emas. Bu summa uning qandaydir dori-darmon xarajatlarini, yo'l haqini yoki bir haftalik oziq-ovqat mahsulotlari xarajatini qoplashi mumkin edi. Bu o'zgarish uning oilaviy byudjetiga, ayniqsa kundalik xarajatlariga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. U endi nevaralariga beradigan yordamni qisqartirishga, o'zi uchun kamroq narsalarga ruxsat berishga majbur bo'ladi. Bu nafaqat moliyaviy, balki ruhiy jihatdan ham juda og'ir bo'lishi mumkin. Chunki u endi o'z mehnati uchun to'liq haqqini olayotganiga ishonmaydi. Bu esa pensiyadagi faol insonlarning ruhiga salbiy ta'sir ko'rsatishi turgan gap. Ikkinchi qo'yda yuqori pensiya oladigan, ammo ishlamaydigan pensionerlar ham e'tiborni qaratishlari lozim. Sizning pensiyangiz miqdori mamlakat bo'yicha belgilangan eng kam pensiya miqdorining 3 baravaridan oshsa, keyingi indeksatsiyalar jarayonida sizning pensiyangizning eng kam pensiya miqdorining 3 baravaridan oshgan qismi uchun indeksatsiya darajasi pasaytiriladi. Keling, bunga ham bir misol keltiraylik. Gulnora opa 70 yoshda. U uzoq yillar rahbarlik lavozimlarida ishlab, bugungi kunda oyga 5 million so'm pensiya oladi. U ishlamaydi. Farzandlari chet elda ba'zan yordam berishadi, lekin asosiy daromadi pensiyadan iborat. Mamlakatimizda eng kam pensiya miqdori, deylik, hozirda 20 million so'm. Demak, Gulnora opaning pensiyasining 3 baravar eng kam pensiya miqdori, ya'ni 3 million so'm qismi mavjud. Pensiyaning qolgan qismi esa 5 million, 3 million, 2 million so'mni tashkil etadi. Agar 2026 yil 20 oydan keyin inflyatsiya darajasi deylik 10% ni tashkil etsa, avvalgi tizimda Gulnora opaning butun pensiyasi 10% ga oshirilgan bo'lardi. Ya'ni 5 million so'm 500 ming so'mga ko'payardi. Uning pensiyasi 5-10 million so'mga yetardi. Yangi qoidalarga ko'ra esa pensiyaning 3 million so'mlik qismi to'liq 10% ga indeksatsiya qilinadi. Bu 300 ming so'm. Ammo pensiyaning eng kam pensiya miqdorining 3 baravaridan oshgan qismi, ya'ni 2 million so'm uchun indeksatsiya atiga 7% inflyatsiya darajasida, ya'ni 7%. Ombandining 7 marta miqdorida qo'llaniladi. Demak, bu gism 2 ming so'm, 1,7 ming so'mga oshadi. Gulnora opaning umumiy pensiya oshishi 300 ming biz ming so'mni tashkil etadi. Natijada uning pensiyasi 5 million, butun 5 million, butun ming so'mga yetadi. Ko'rib turganingizdek, Gulnora opa har yili 6 ming so'm miqdorida pensiya oshishidan mahrum bo'ladi. Bu summa bir qarashda kichik tuyulishi mumkin, ammo bu jarayon yillar davomida davom etsa, har yili uning pensiyasining real xarid qobiliyati inflyatsiya darajasidan ortda qolib, tobora kamayib boradi. Uning yig'gan jamg'armalari, rejalashtirgan sayohatlari yoki farzandlariga qoldirmoqchi bo'lgan merosi qiymati asta-sekin tushib ketishi mumkin. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin. Ishlamaydigan va pensiya miqdori eng kam pensiya miqdorining 3 baravaridan oshmaydigan pensionerlar ushbu yangi qoidalardan kamroq zarar ko'radi. Ularning pensiyalari hamon to'liq inflyatsiya darajasida indeksatsiya qilinishi kutilmoqda. Misol uchun, Maman opa 60 yoshda nafaqat ishlamaydi, balki uning pensiyasi ham 2 million so'm. Bu eng kam pensiya miqdorining 3 baravaridan 3 million so'm past. Shuning uchun uning pensiyasi hamon to'liq inflyatsiya darajasida. Ya'ni 10% ga oshirilsa 2,5 ming so'mga ko'payadi. Bu ular uchun yaxshi xabar degani emas, balki boshqa guruhlar duch keladigan jiddiy cheklovlardan xoli degandir. Ammo inflyatsiya o'sishda davom etar ekan. Barchaning xarid qobiliyati baribir sezilarli darajada oshmaydi. Endi esa qoidalardagi istisnolar, kutilmagan qiyinchiliklar va noaniq nüanslar haqida gaplashamiz. Ba'zi istisnolar bo'lishi mumkinmi? Hukumat ba'zi toifada ishlaydigan pensionerlarga nisbatan birdamlik badalini qo'llamaslik to'g'risida qaror qabul qilishi mumkin. Masalan, nogironligi bo'lgan pensionerlar, urush faxriylari yoki ma'lum bir ijtimoiy muhim sohalarda, masalan,
qishloq joylardagi o'qituvchilar yoki shifokorlar, minimal ish haqi evaziga faoliyat yuritayotgan pensionerlar uchun istisnolar ko'zda tutilishi mumkin. Bunday hollarda ularning ish haqi ma'lum bir chegaradan, masalan 2 barobar eng kam ish haqi miqdoridan oshmagan taqdirdagina badaldan ozod qilinishi mumkin. Lekin hozircha umumiy qoidaga ko'ra barcha ishlaydigan pensionerlar uchun 12% badal amal qiladi. Shuningdek, agar ishlayotgan pensionerning umumiy pensiya miqdori juda kichik bo'lsa, masalan, eng kam pensiya miqdorining 1,5 barobardan kam bo'lsa, ularga ham badal solinmasligi mumkin. Bu kabi istisnolar qonunosti hujjatlarida aniqlashtirilishi kerak. Shuning uchun diqqat bilan rasmiy e'lonlarni kuzatib borish muhimdir. Kutilmagan qiyinchiliklar va tuzoqlar. Birinchidan, inflyatsiya yuqori bo'lgan sharoitda yuqori pensiya oluvchi ishlamaydigan pensionerlarning xarid qobiliyati sezilarli darajada tezroq eroziyaga uchraydi. Inflyatsiya darajasi qanchalik baland bo'lsa, ularning pensiyalarining real qiymati shunchalik tez pasayib boradi. Bu pensiyalarning muddatli qadrsizlanishiga olib keladi. Ikkinchidan, ishlayotgan pensionerlar uchun bu juda og'ir moliyaviy zarba bo'ladi. Ko'pchilik pensionerlar faqatgina qo'shimcha daromad olish uchun emas, balki moddiy ehtiyoj tufayli ishlashga majbur bo'lishadi. Endi ularning pensiyasidan ham ushlab qolinishi ularning moliyaviy ahvolini yanada og'irlashtiradi. Ular bu pulga dori-darmonlar, oziq-ovqat mahsulotlari yoki kommunal to'lovlarni to'lashlari kerak edi. Bu vaziyat ularni qiyin tanlov oldiga qo'yadi. Ishlashni davom ettirib, kamroq pensiya olishmi yoki ishlashni to'xtatib, faqat pensiya bilan qanoat qilishmi? Uchinchidan, ushbu o'zgarishlar haqida ko'plab pensionerlar xabardor bo'lmasligi mumkin. Ular pensiya kartalariga keladigan mablag' kamayganini ko'ribgina vaziyatdan xabar topishlari ehtimoli yuqori. Bu esa ortiqcha stress va tushunmovchiliklarga sabab bo'ladi. To'rtinchidan, bu joriy qilingan badallar va indeksatsiya qoidalari kelajakda yana pensiyalarni qisqartirish uchun pretsedent yaratishi mumkin. Bugun 12%, ertaga 15% bo'lishi ham mumkin. Bu pensiya tizimining barqarorligiga bo'lgan ishonchni yo'qotadi. Noaniq nuanslar. Birdamlik badali aynan qanday usulda undiriladi? Pensiya jamg'armasi pensiya miqdoridan to'g'ridan-to'g'ri ushlab qoladimi yoki ish beruvchining to'lovlariga ta'sir qiladimi? Hukumat qarorida ko'rsatilishicha, badal pensiya miqdoridan bevosita chegirib tashlanadi. Ikkinchidan, eng kam pensiya miqdorining 3 barovari deganda, bu ko'rsatkich doimiy qiymatmi yoki har yili eng kam pensiya miqdori oshishi bilan birga o'zgarib turadimi? Bu ko'rsatkich dinamik bo'lib, har bir indeksatsiya vaqtida amaldagi eng kam pensiya miqdoriga bog'liq ravishda o'zgarib turadi. Bu esa yuqori pensiya oluvchilar uchun chegara har safar yo'liga siljishini anglatadi. Ammo pensiyaning bu chegaradan oshgan qismiga baribir cheklangan indeksatsiya qo'llaniladi. Bundan tashqari, bu o'zgarishlar umumiy iqtisodiyotga ham ta'sir qilishi mumkin. Pensionerlarning daromadlari kamayishi ularning iste'mol xarajatlarining qisqarishiga olib keladi. Bu esa savdo, xizmat ko'rsatish sohalariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Eng muhimi, bu yangiliklar pensionerlarning psixologik holatiga ham jiddiy ta'sir qiladi. Ular o'zlarini davlat tomonidan qadrlanmayotgan, noaniq kelajakka duchor bo'lgandek his qilishlari mumkin. Bu esa jamiyatda umumiy norozilik kayfiyatini oshirishi mumkin. Xo'sh, bunday vaziyatda siz nima qilishingiz kerak? Qanday amaliy qadamlar qo'yishingiz mumkin? Birinchidan, ishlayotgan pensionerlar uchun aniq tavsiyalar. Byudjetingizni qayta ko'rib chiqing. Sizga qancha pul kamroq tushishini aniq hisoblang. 12% badal sizning oilaviy byudjetingizga qanday ta'sir qilishini hisob-kitob qiling. Shu asosda xarajatlaringizni qayta rejalashtiring. Ehtimol ba'zi bir xarajatlarni qisqartirishga to'g'ri kelar. 2. Ish olatingizni ko'rib chiqing. Pensiyangizdan ushlab qolinadigan summani hisobga olgan holda ishda qolish siz uchun moliyaviy jihatdan qanchalik foydali bo'lishini baholang. Ehtimol ish beruvchingiz bilan ish haqingizni oshirish masalasida muzokara o'tkazishga harakat qilib ko'rasiz. Yoki agar sizning asosiy maqsadingiz qo'shimcha daromad bo'lsa, to'liq stavkadan yarim stavkaga o'tishni yoki boshqa kamroq mehnat talab qiladigan ish topishni o'ylab ko'rishingiz mumkin. Ba'zilar uchun bu umuman ishlashni to'xtatish va faqat pensiya bilan yashashni anglatishi mumkin. Bu qiyin qaror. Ammo har bir inson o'sha sharoitdan kelib chiqib hal qilishi kerak. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Eng to'g'ri ma'lumotni olish uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling.
u yerda sizga ushbu badalning aynan sizning pensiyangizga qanday ta'sir qilishini tushuntirib berishlari kerak. Sizga qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Pasport, pensiya guvohnomasi va ish joyingizdan ma'lumotnoma agar talab qilinsa. Ulardan yozma tushuntirish talab qilishdan tortinmang. Ikkinchidan, yuqori pensiya oladigan, ammo ishlamaydigan pensionerlar uchun tavsiyalar. Bir de uzoq muddatli moliyaviy rejangizni ko'rib chiqing. Pensiyangizning xarid qobiliyati vaqt o'tishi bilan inflyatsiyada o'rta qolishni hisobga olgan holda shaxsiy moliyaviy strategiyangizni qayta baholang. Agar sizda jamg'armalar mavjud bo'lsa, ularni inflyatsiyadan himoya qilish yo'llarini o'rganing. Bu past riskli bank depozitlari, davlat obligatsiyalari yoki boshqa barqaror moliyaviy vositalar bo'lishi mumkin. Agar imkoni bo'lsa va xohishingiz bo'lsa, qo'shimcha daromad manbalarini o'rganing. Bu ba'zi hobbilaringizni daromadga aylantirish, masalan, qo'l mehnati mahsulotlarini sotish, maslahat berish, repertuarlik qilish kabi usullar bo'lishi mumkin. Faqat qonuniy va sizning yoshingizga mos bo'lgan variantlarni tanlang. 3. Moliyaviy maslahatchilar bilan maslahatlashing. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, moliyaviy maslahatchilar bilan uchrashib, pensiyangizni va jamg'armalaringizni qanday samarali boshqarish bo'yicha maslahat olishingiz mumkin. Uchinchidan, barcha pensionerlar uchun umumiy tavsiyalar. 1. Xabardor bo'lib turing. Rasmiy axborot manbalarini, pensiya jamg'armasining e'lonlarini muntazam kuzatib boring. Yangi qarorlar, tushuntirishlar yoki istisnolar haqida ma'lumotlarni o'tkazib yubormang. 2. Jamoat guruhlariga qo'shiling. Boshqa pensionerlar bilan ma'lumot almashing. Pensiya oluvchilarning jamoat tashkilotlari, mahalliy kengashlar orqali o'z fikringizni bildiring. Ba'zan jamoaviy harakatlar yakka shaxsning harakatidan ko'ra samaraliroq bo'lishi mumkin. 3. Murojaatlar qoldirishdan qo'rqmang. Agar sizga ushbu o'zgarishlar noto'g'ri yoki adolatsizlik tuyulsa, yozma ariza bilan shikoyat yoki tushuntirish so'rab tegishli organlarga murojaat qiling. Ariza namunasini pensiya fondidan yoki yuridik maslahatchidan olishingiz mumkin. Har bir murojaat e'tiborga olinmasa ham, ularning umumiy soni hukumatni mazkur masalaga qayta qarashga majbur qilishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, aziz tomoshabinlar, 2026 yil 20 oydan boshlab pensiya tizimida kutilayotgan o'zgarishlar, ayniqsa ishlayotgan pensionerlar va yuqori pensiya oluvchi ishlamaydigan pensionerlar uchun jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Birdamlik badali va indeksatsiya qoidalaridagi cheklovlar ko'plab insonlarning byudjetiga salbiy ta'sir qiladi. Bu yangiliklar moliyaviy rejalashtirishga jiddiy e'tibor berishni talab etadi. Ushbu ma'lumotlar sizga qanchalik yordam berdi? Fikringizni sharhlarda yozib qoldiring. Bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, unga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Zero. Birgalikda biz ko'proq narsaga erisha olamiz va bir-birimizga yordam bera olamiz. Bu kabi muhim ma'lumotlarni o'z yaqinlaringizga, do'stlaringizga ham ulashing. Zero. Xabardorlik bu har qanday qiyinchilikka qarshi birinchi himoya qalqonidir. Salomat bo'ling.